Assalomu alaykum hammaga. Biz Yunusobod 19-kvartalga mana shunaqa podkurish xizmatlarini qilib berganmiz. Mebel texnikalari bilan birgalikda. Bu bizni prigojamiz bo'ladi. Prigojamizga kirishda mana shunaqa chiroyli mebel kutib oladi bizni. Chap tomonimizda nimasi bor? Tualeti bor. Kichkinacha joydan unumli foydalanganmiz. Bu yoqlarga stiralkalarini tiqib, tepalarini polka qilib berganmiz. Bu yoqlarga shaxtani joylab yuborganmiz. Kichkina rakvina va installyatsiyadan foydalanganmiz. Kirganimizdan bizni katta hol kutib oladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqqa biz televizorni mana bunaqa usulda qilib berganmiz. Va bu yoqda ozgina ishlarimiz bor. Hali tugagani yo'q, lekin biz kuxnaga ham bunaqa yechim berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Va yana bir xonamiz bor. Bu xona detskiy qilamiz degan. Bu kvartiramiz nimasi remonti abo'y bo'lgan. Abo'ydan ham shunaqa chiroyli atechento sifat abo'ylardan foydalanganmiz qo'llariga. Bu o'g'il bolalar uchun ajratilgan detskiy komnata. Abo'ylarimiz. Va bu bizning zalimiz, gostinniy zalimiz hisoblanadi. Zalimizni ham ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli. Ro'paraga kiraverishga televizorni qilib berganmiz. Bambuk panellardan foydalanib. Bu yoqda umumiy sanuzel joylashgan. Mana bunaqa yechim berganmiz sanuzelga rajnoy eshiklar bilan. Bizga bu rajnoy eshiklarni uстановка qilishda Bestlof kompaniyasi yaqin yordam berib keladi. Bizda yana bir spalni va bu yoqda